Bugun sizlar bilan Boboshbek savdo kompleksi haqida gaplashamiz. Bu bozorga uzoqdan kelganlar uchun yotib olishga bemalol sharoitlar bor. Bu bozorda ichida tekstil sexlar bor, do'konlar bor, undan tashqari yoyma bozori ham bor. Bu bozordagi narx-navolar bilan tanishib chiqamiz. So'zlaringiz 35 ming. Bu futbolkalar narxi necha pul aka? 31 ming. Bular o'zimizning mahsulotlar. Bular narxi 15 ming so'mdan, bular narxi 18 ming so'mdan. Bu birinchi, ikkinchi sinf tepapaslar 35 ming so'mdan. Bu bog'cha yosh, 4-6 yoshlar 30 ming so'mdan. Ularning 20 ko'proq bo'lsa, azmini kelib chiqadi. Bular 5 ming so'm ekan. Bog'cha yoshlar. Bozor ertalab 5 ta boshlanib 9-10 gacha tugaydi obedda. Bu sotilgan yuklar hammasi vohaga chiqib ketadi. Bu taraf bozor, bozordan chiqishingiz bilan bu tarafda polniy tekstil sexlar bor. Mana shu ko'rib turgan zanalaringiz hammasi tekstil. Bu bozor juda ham katta. Ham oxirigacha tekstil, bu taraf ham oxirigacha tekstil, bu taraf ham. Bular hammasi sotilgan yuklar. Bular ichkarida do'konlar ham bor.